Oke, 5 kilometr joydan kelyapman-da. Yana kelibman-da, sizni kutib o'tiribman, oke. Atmay qo'yarsiz. Planim o'zgarib qoldi. Xohlasa atmay qilaman. Oke, Ko'tarsa kerak ekan. yaxshi ish. Oka, musor edi. Shunda ko'chaning boshida musorka bor, tashab keting. Biroq, maxsus transport-ku, taksi chaqirdik, oke. Oka, nima farqi bor? Pulingiz olyapsiz-ku. O'zi ateylab start chaqirdim. Shunda tashab ketsangiz bo'ladi-yu. Здрасте, а можно с собакой? Sigarет hidi bo'lib qolsa, jalba qiladi. Odamlar ruslar chiqib qolsa, jalba qiladi, oke. Hatto yozib qo'yib chaqish mumkin emas. Chakkim kelyapti mani. Xo'p, oke. Bugunga yetar. Ertaga ertalabdan chiqarman yana. Charchamayapsizlar? Rahmat, oke. Chiqinglar. Ertaga hammanglarnikida to'y. O'shanga bitta yaxshi tog'ora olib berishimiz kerak. Bizning to'yda ham yaxshi tog'ora qilganlar ular. Aka, o'qishimni kontrakti yozgani yetmayapti. Pulingiz bo'lsa berib turing. Ana olgan puling o'xshamadimi? 2-3 kunda beraman dedim. O'g'lim yaxshi ishlayapsanmi? Kelayotganingda internetimiz o'chib qolibdi bolam. O'sha Wi-Fi ga pul to'lab qo'ygin. Bugun uxlamasdan ishlab chiqishim kerak ekanda.